Assalamu alaykum hörmətli savaqdaşlar. Tayba dərsxanamıza xoş gəldinizlər. Biz bugün usulul hadis dərsimizin 5-ci dərsini oxuyumuz. Biz bugünkü dərsimizdə hadisnin qismləri içindəki muttasil, musalsal və ondan başqa türlərdən tanışıb çıxamız. Biz hadisnin qismlərinin qancasını tanışıb bolduq? Sahih bilan tanışıb bolduq, hasan bilan tanışıb bolduq, daif bilan tanışıb bolduq. Merfu olan tanışıp bulduk, maqtu olan tanışıp bulduk, musnad bilan tanışıp bulduk. Men mavqufni qanday qilib berdim, so'zlab berdim. Lekin mavquf yana keyingi darsimizda nima cho'q keladi. Endi qanaqa keldik? Muttasilga keldik. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Endi muttasil deydigan bir xil atalg'i bor. Isnodga nisbatan qo'yilgan bir xil atalg'i. U qaysi? Muttasil. Endi muttasil degan nima? Qandaq isnodda, qandaq hadislar muttasil hadis deb atildi degan vaqtimizda o'zidan chiqib turibdi va muttasil qanda tutashgan degan gap. Ya'ni shu hadisning isnodidagi hadisni anglagan har bir ravi yuqori qistin va uning keyingisining hammasi undan qana qilgan anglab rivoyat qilgan hadis. Taki payg'ambarimizga payg'ambarimizdan bir sahoba angladi, uningdan yana bir tabiin angladi, uningdan yana birisi angladi. Bu xil şekilde. Bazısı anlap emas, yezip, yoki o'qitib, manda naql qilgan ishlarmi bor. Endi ma'u Manzumatul Bayqoniyda anglashni shart qilgan, ammo keyingi mutaaxir muhaddislar anglamay qanday shaklda olsun, tutash shaklda qanday qilgan bo'lsa, rivoyat qilgan bo'lsa, muttasildir deydi. Endi kitob qaraylik, deydi. Va ma بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل deydi. وما بسمع كل راو هم راوي anlaşılan bo'g'ini anglab qana qilgan rivoyat qilgan kitobini o'qib emas yoki ustoziga o'qib berib emas. Masalan ba'zilar hadisni o'zi to'plagan bo'lsa undan o'quvchilarga yoki bir odam hadis anglab kelsa aniga deb berib emas, kitobini o'qib beradi, o'qiydi, xato o'qisa tuzdi. Ma'qul shaklda rivoyat qilgan ishlarmi cho'p bor. Hamma ravi anglashulan. Hadisning sanadagi hamma ravi qanaqa qilgan anglashulan yattasul isnadi. Uning isnadi Mustafa sallallohu alayhi vasallamga tutashqini muttasil bo'ladi deydi. Ya'ni payg'ambarimizga tutashqichilik hadisni rivoyat qilgan odamdan boshlab hammasi anglab rivoyat qilgani nima bo'ladi? Muttasil bo'ladi. Bayatni deganimdek keyingi mutaaxir muhaddislar anglash shart emas. Men o'qib birib qanaqa qilgan bo'lsin, naql qilgan bo'lsin, hammasi muttasil bo'ldi. Ya'ni isnodi Rasulullohga tutashgan bo'lsa muttasildir deydi. Ya'ni muttasil deganimiz isnodida faqat nima yo'q, uzuklik yo'q. Bunda bo'lsin bu muttasil bo'ldi. Bunda desam, unda bo'lsa musnad bilan qanday farqi bor? Musnad deganmi isnodida faqat uzuklik bo'lmasligi shart degan deyishinglar mumkin. Farqim bu yerda. Musnad isnodda hech qanday uzuklik bo'lmasligi kerak. Nag'achilik payg'ambarimizgachilik. Agar payg'ambarimizgachilik bo'lmay, sahobachilik, sahobaning so'zi bo'lib qolsa, ya'ni mavquf bo'lib qolsa, asar bo'lib qolsa, bu musnad deb atalmaydi. Musnad deb atalish uchun raviydan tortib Rasulullohgachilik uzuklik bo'lmasini bo'ldi. Musnad bo'ladi. Ammo muttasil degancha mavqifni o'z ichiga oladi. Nimani o'z ichiga oldi? Maqtu'ni o'z ichiga oldi. Ya'ni nedeki isnaduhu lil Mustafa degan Mustafa shart emas buningdagi. Mayli mavquf hadis olsun, mayli maqtu' hadis olsun, mayli marfu' hadis olsun, isnodida uzuklik bo'lmagani bo'ldi, muttasil bo'ladi. Anglash bilan rivoyat qilgan bo'lishi ko'pincha muhaddislarning nazarida shart emas. Farqi shu yerda. Mushu nuqtadan musnadning hammasini bilolmaydi, muttasillanmaydi. Chunki mavquflar musnad deb atalmaydi. Ammo muttasil hammasini bilolmaydi, musnad bo'lalaydi. Mana bu muttasilninki ta'rifi. Endi bugungi darsimizdagi ikkinchi o'rganmoqchi bo'lgan hadisninki turi musalsal. Musalsal hadisga qanday desanglar? Masalan, bir hadisning sanadagi raviylarning hammasi bir xil sifatga yoki bir xil so'zga yoki bir xil hay'atga ittifoq kelgan shaklda hadisni rivoyat qilgan bo'lsa, buning bo'ladi musalsal bo'ladi. Masalan, ilgirki hadis naql qilinadigan davrlarda
hadisga shu qadar inchga, shu qadar puxta ahamiyat berganki, hatto payg'ambar alayhissalom bir hadisni yelin yetib turib degan bo'lsa, uni anglagan sahobimi yelin yetib turib yetkizgan. Uni anglagan tabiinmi yelin yetib yetkizgan. Taki hadisni rivoyat qiluvchilik bu hadis mush shaklda qana qilgan, davomlashgan. Bunun bo'ladi musalsal bo'ladi. Ya'ni hay'atda bir xil ko'rinishni qana qilgan musalsal bo'lgan. Ya'ni musalsal degani zanjirsimon shaklda davomlashgan degan gap. Bu so'zdan bo'ldi. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomningki Muazga ya Muaz uhibbuka faqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Mush hadisni payg'ambar alayhisalom nima deb boshlagan? Ya Muaz uhibbuka deb boshlagan. Mush hadisni naql qilgan sahobimi uni deb bergan tabiinga palani uhibbuk deb boshlagan. U tabiin uni anglagan, uning hadis deb bergan kishigami uhibbuk deb boshlagan. Demak, bu hadisning sirtida uhibbuk deb boshlash raviylar o'rtasida bo'lgan so'z jihatda ittifoq kelgan bir odatga aylangan. Bu hadisni qanday hadis deb ataladi? Musalsal hadis deb ataladi. Bu ma'lum so'zdan bo'ldi. Nima deydi? Musalsalun qul ma ala wasfin ata. Dan musalsal deganimiz bir sifat ustida kelgini. Ma ala wasfin ata. Ma'lum bir sifat ustida kelgini. Masalan, ama wallahi anba'anil fata. Masalan, ama wallahi anba'anil fata. Bir sahabeden, bir tabiin anba'anil fata. Pal bir yigit menga munda dedi deb naql qilgan bo'lsa, uni anglanim shu bo'yicha. Ya'ni bir gapga ne o'xshash hammasi shu shaklda degan bo'lsa, nima bo'ladi? Musalsal bo'ldi. Men baytni degandek, bu hay'atda nima bo'ladi masalan? Masalan, ba'zan bir hadisni payg'ambar alayhisalom kulib turib degan bo'lsa, tabassum qilib, uni anglagan sahobimi tabassum qilib yetkizgan. Uni anglagan tabiinmi tabassum qilib yetkizgan. Bu yerda nima shakllandi? Musalsal shakllandi. Bu yerda nima foydasi bor deganda, buningda hadis qanchalik darajada raviylarningki ahamiyat berganligi chiqadi. Masalan, yana bir misali kaza qad haddathani qa'iman aw ba'd an haddathani tabassuman. Yani şunun o'xshash masalan misali qad haddathani qa'iman ürtürüp hadis so'zlab berdi menga palani ürtügan holatda deb her bir ravi shu ürtügan holatda qanday qilgan hadis so'zlab bergan. Ya'ni bir tabiin sahobidan hadis anglagan bo'lsa yoki sahobi payg'ambar alayhisolamdan Rasululloh ürtügan holatda bir hadis anglagan bo'lsa, uningdan anglagan tabiinmi o sahobidan ürtügan holatda anglagan. O tabiindan hadis anglagan ürtügan holatda anglagan. Mushunda holatda davomlashqani. O ba'da an haddathani tabassum. Yoki kulib tabassum qilgan holatda qanday qilgani? Hadis so'zlab bergani. Haddathani tabassuman, haddasani tabassuman deb hammasi kulgan holatda qanday qilgan? Chunki bir odamning kulgan holatda hadis so'zlab bersam, mendan anglagan odam Muhammad Rahim kulgan holatda hadis deb berdi. Umi kulgan holat qanday qildi deb berdi. O'qib uning anglagani, uning kulganligini bayon qiladi. Bu shunda bir xil sifatda yoki gap so'zda yoki bir hay'atda raviylar o'rtasida ittifoq kelgan narsani bo'ldi, musalsal bo'ladi. Unda bo'lsa o'qdoshlar, bizning bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Biz kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم